Mavlay. Onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni chechagi bo'lgan farzandimni sen yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qilgin deydi. Abu Qudoma bu 7 so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. Onasini quvvatiga, toqatiga va yigitning yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh bo'lgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, otminsak ichimizda eng zo'r otminadigan o'sha chiqdi deydi. Kamon otsak eng kuchli otadigan shu chiqdi deydi. Shu yigit 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdi-da, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganidan o'tirib yotib uxlab qoldi deydi. Qarab tursam, hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xoholaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdi-da, nima uchun kuldingiz deb so'raganda yigit aytib berdi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'ni kesib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan qasrni ko'rdim. Derazalari javhardan edi, durdan edi. Eshiklari oltindan edi va ipakdan bo'lgan pardalari bor bu qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildi-da, ikkita joriya chiqdi-da, yuzlari to'lin oydek chiroyli bo'lgan, "Xush kelibsiz" deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'lim uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang. Sizga atalgan mavziya ichkarida, biz faqat uni cho'rilar, xizmatkorlarimiz dedi deydi. Shoshilmang. Shunda bir ikkinchisiga aytdi, "Bu ona Marziyani kuyovida" dedi. Bir-biriga pichirlab turishdi. Mana aytdik, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi. O'sha cho'rilar gaplashyapti. Marzi ichkaridagi Marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir-biriga pichir qilishdi. Ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi. Shunda ichkariga kirdim va ro'paramda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizi oltindan bo'lgan qasr, uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi, oltin dur gavharlar bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nutarab turgan bir xur o'tirardi deydi. Tushunib beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlini, aqldan ozib qolishlik darajasida chiroyli, so'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga borganimda aytdiki, bu xur marhaban bek va ahlan va sahlan ya vali Alloh va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman. Siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi.